ketgan qizlarga qo'tog'i bormi bu yerda? O'zbekistonda qancha dedi? O'zbekistonda akajonim 1.200.000 so'm. 1.210.000 so'm, $100. Da, Mahliyoni Nechta tuqqansiz deb tug'maganmiz. Mahliyoni bir ko'ring debdi. Mahliyo o'zi ko'rinish beradi sizlarga, jonkalarim, sog'aysa. Hozir ukol olyapman. Bo'q sasyapti shu efirda deb, ham siz deb o'qiysiz. pulli bo'lsalar yozinglar haromlar, tekinga tomosha qilib turmang. Qo'toqlang uxlab qoldimi 2 kundan beri jala. Bularga duo ketgan bigodalarga 2 kundan beri qo'tog'i turmayapti shu yerda. Avval hammasini qo'tog'i turardi jala. Qo'toqlarga sikib bo'shan bo'ldilarmi? Balkon. Ya, om keraksiz bo'lib qoldi. Mana shu bular videoga qarab bo'shanayotgan Yandexdan haromlar. Bo'linglar, yozinglar ondan ko'ra balkon, tezlashinglar, lezvi bor. Xohlasalar Bo'shantirish boshqacha. dugonamni xohlasalaring bo'shantiraman akajonlarim, karta so'rab yozamiz. Tezlashinglar, kimniki maza qilib To'g'risini ayting, yalaganimda yoqadimi, yo'qmi? Sizmi? Tillarimni o'ynatib yalaganimda yoqadimi, yo'qmi? Salim, to'g'risini ayting. Yoqadi jonim, siz tilingiz yalaysiz, menga yoqmayman Salim. Ayniqsa emchaklarim, emishlaringiz Qochqaching. Izo, Mahliyo, ayniqsa meni emchaklarimni emishingiz shunday yoqadi. Tillaringiz o'ynatib emas-ku. Shunday erim emmagan, erimdan ko'rmagan kayf sizdan ko'raman, ishoning. Kechqurun esingizda Allohning jazosi bo'lsin shu eringizga. kechqurun uxlab yotganda, ayniqsa omda yalab emchaklarim emyapsizmi, tush ko'ryapman deb o'ylabman. Keyin qarasam rostdan yalab emyotgan ekansiz, dugon, rahmat. Bo'sha. Qarang, tochkajingizda yomon anaqangiz bor ekan, hissiyotlaringiz. Tochkacha. Sevordingiz birdan, og'zilarim sevikka to'lib ketdi. Sho'rtakkina ekan ta'mi. Yo'q. Kuldirmang, yoqdimi? Emchak yo'q-ku, nimani emadi?